Hurmatli o'quvchilar, bugun ma'naviyat darsimizda oila haqida suhbatlashamiz. Ustoz, bilasiz, turmushga chiqqanman, yangi hayotga qadam qo'yganman. Meni oilamda muammo bo'lyaptiki, olishdan oldin o'qitamiz deb o'qishini bilishgan, o'qitamiz deb olishgan. Lekin to'ydan keyin o'qita olmaymiz, sharoitimiz yo'q, bormaysiz deyishyapti. Bugun ham o'qishdanlari uyga ketavering deyishdi. Bu vaziyatda men nima qilishim kerak? O'qiyimmi yoki oilamni tanlayimmi? Yo'q qizim, bu masalada tanlov ketmaydi. Oila ham kerak, o'qish ham kerak. Manzilingizni bering, men qaynonajon bilan o'zim dildan suhbatlashaman va sizga amaliy yordam berishga harakat qilaman. Manzilingizni aytingchi qizim. Aya, kim bor? Hozir. Kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Keling, qani ichkariga keling. Rahmat. Xotin-qizlarni oilalari bilan tanishib yuribmiz. Bizni o'quvchilarimiz orasida Barnoxon sizni keliningiz ekan. Meni kelinim. Katta rahmat sizga sharoitlar yaratib berayotganingiz uchun. O'qishi ham chiroyli, namunali o'quvchilarimizdan. Endi bizda ozgina bir kontrak masalasi bor. Shuni ham kontrak holatlari sizlar qiynab qo'ymayaptimi? Shuni bir o'rgangani keldik. Kontrakting o'zi o'qishi qachon tugaydi? Men bu qizni olayotganimda unaqa gaplar yo'q edi. Endi kontrakt masalasini endi bilmadim, hayron bo'ldim. O'zi bir yil bitiradimi o'zi u qiz? Bitirganiga yarasha bir tayyorli ish topib berasizlarmi o'zi sizlar u qizimga? Hayron bo'lib turibman, nima shu kontrakt masalasi deysiz? Ayajon, bir yil qizlarimiz bitiradi, oz qoldi. Faqat siz bilan biz ozgina yordam berib yuborsak bo'ldi. Xudo xohlasa yoningizga kirib qoladi. Bir bitiradimi? Ha, bo'pti, bitiradigan bo'lsa. Shuncha ketgan, yana ozgina sabr qilamiz ekanda, mayli. Sizlar ustozlar, katta boshingizni kichik qilib kelibsiz. Sizni yuzi hurmatingizdan mayli. Ozgina sabr qilamiz ekanda yana. Rahmat ayajon, tushunganingiz uchun. Sizga o'xshagan qaynonalar bor bo'lsin. Katta rahmat. Mayli, sizga ham rahmat. O'quvchilar o'rtasida erta turmushning oldini olish hamda oilali o'quvchi ayollar mavzusi Andijon pedagogika texnikumi xotin-qizlar kengashining e'tibor markazida.